Assalomu alaykum hammaga do'stlar, sizlar bilan Zero do'stlar. Qalaysizlar, yaxshimisizlar? Tinchlik xotirjamlikda yuribsizlarmi? Bugun biz yangi versiyadagi narsalarni sinab ko'ramiz. Qanunda ketdik. Hozir Nasr ukasini to'g'rilab olay. 3 minut. Nima ekan u? Hozir 3 minut. 3 minutda to'g'rilaymiz. Bo'ldi do'stlar. Yangi versiyadagi narsalar sinab ko'rishimiz kerak. Zero man. Tezroq sinab ko'rishga qiziqib ketyapman lekin. Do'stlar, mana bu yerda elementarni qaranglar, ko'pligini, kattaligini ya. Bu yerda mana bunaqa narsalar qo'shilgan. 2 xil daraxt qo'shilgan. 2 xil. Birinchisini hamma ham biladi qanaqaligini. Bu anona nima derdi? Bahor bu, bahor. Bahor bu. Endi ikkinchisini hech kim bilmaydi qanaqaligini. U hech kimga bilinmaydi. Bilinmaydi mana. Hech kim bilmaydi qanaqaligini. Mana. Ko'rdinglarmi? Ana nima yalmoz bor-ku. O'sha shetlarda yashaydi-da. Mana shunaqa joylarda yashaydi-da. Hozir ana ichini qaranglar. Mana shuna daraxt qo'shiladi. Mana. Zo'rda lekin. Kechirasizlar. Ana ketdi. Do'stlar, mana shunday narsalar bor shunaqa. Hozir keyin mana bunaqa narsalar bor. Vardindan unaqachilar bor. Vardonniki. Vardin chaqirayotganlar. Tuxumlarni ko'pligini. Zo'r tuxumlar bor lekin. Mana shuni kim yozib biladi nimaligini? Kommentga yozinglar. Nima bu? Qaysi tuxum bu? Kommentga yozinglar. What the heck? Pingvinni tuxumi do'stlar, pingvinni. Ko'ringlar do'stlar, pingvinni tuxumi. Voy. Oho. Qani boshqasiga olamiz. Demak, yana boshqa tuxumlar ham bor, lekin golemni tuxumi bor bu. Oddiy golemni tuxumi. Voy, qanday g'alati estiladi tuxumi. Ana. Vardanni tuxumi bor. Zo'rda, lekin vardanni tuxumi. Voy, pingvinni urmas ekan lekin golem. Hozir bitta g'aroyib tuxumlar bor. Golemniki, bu ham golemniki. Hozir yana bitta golemnikini sinab ko'ramiz. Hozir yana golem yo'qmikan? Hozir golem deyapti-yu buni. Golem deyapti-yu buni. Qoradan Raider. Raid o'tkazamiz bo'lsa. Kim yutadi? O'zini qaranglar. Yaxshi o'ldirdi. Bu hozir ko'ramiz. Hozir Vardonni yozamiz. Vard yozsanglar bo'ldi. Do'stlar, mana Vardon tuxumi. Wow. Yutadi. To'g'ri beraman, Vardon yutadi. Vardon yutadi. Vardon yutdi. Qochish kerak. Uzoqlarga ketamiz. Hozir yana nima qilsak ekan? Hozir ko'ramiz-da. Nima qilsak bo'ladi? Mana bunday narsalar bor, uni nimaligini ham bilmayman men. Rang berayotgan ust-boshga. Xo'sh, yana qanaqalar bor ekan? Nima qilsak ekan? Ana mana shuna yangi versiyada qo'shilgan nima bor? Mana bug.
Stop javon teksturasi juda ham zo'r lekin. Ko'rish teksturasini va ko'rsangiz ko'zingiz quvnaydi. Juda ham ajoyib. Sizlarga aytmoqchi bo'lgan narsamni hozir sinab ko'ramiz. Hozir mana bunaqa narsa. Ko'rgan bo'lsanglar kerak. Mana shunaqa narsa-da bu. Yozib qo'yasizlar ichiga narsa. Bu ham yangi versiyada qo'shilgan lekin. Shosh. Yana nimani tuxumi qo'shildi? Buni nima ekan do'stlar? Kommentga yozinglar, nima? Nima shu? Kommentga yozinglar. Iltimos sizlardan kommentga yozinglar. Stop. Video oxirini ko'rishni istasangiz, videoga obuna bo'lib, kanalga like bosing. Men esa yana boshladim. Mana hozir yana kiramiz. Xo'sh. Mana buni nima Nezerda cho'chqasini kallasi qo'shilgan. Ko'ringlar. Buni kiysa ham bo'ladi yana. Voy. Mayli. Do'stlar, hozir mana bunaqa kompas qo'shilgan, bunaqa naylar qo'shilgan. Qaycha olyapman. Va mazzada mana shunaqa narsalarda do'stlar. Do'stlar mana. Hozir chalpamiz. Wow. Zo'rligini. What the fuck? Qani bu qanaqangi? Bu dabdab ekan lekin. Bu artefakt videosida-yu. O'shanaqa-yu. Xuddi o'shanaqa bir xil tovush. Yana sarlanamiz. Hozir ko'ramiz. Ani kompasga tushunmadim lekin. Hozir. Kompas nima bu o'zi? Nima deyapti buni? Kompas. Hozir o'qish. Revek bir nima kompas deyapti. Nimagadir kompasda bu. Mayli, sopib ko'ramiz. Elementarga. Mana hammasi deyapti shu nimaligini. Hozir sinab ko'ramiz. Mana shuni bitta blokka qo'yasizlar, keyin artasizlar buni. Nima desa bo'ladi? Arxeologlar qiladi mana shunaqa ishlar. O'zi kecham tushyaptimi o'zi? Cho'chqa mana yo'qolib. Qani? Ichidan narsa chiqadi. Zombi chiqishni boshladi lekin. Xo'sh. Hozir bekka to'xtaymiz. Nima qilsak bo'larkan? Hozir nimani ko'rmoqchi edim-da. Bitta piramidada o'shanaqa blok bo'ladi. Qattiq, anaqa. Qattiq. Nima desa bo'ladi? Mana gravel. Mana shunimda ichidan chiqadi, mana shuni yoriladi. Mana o'zi yorilyapti. Nima bo'ldi endi? Nima? Yorilib ichidan narsa chiqadi. Voy, qorong'iligini. Osmonga nima qo'shdim? Shader. Qalay endi, shader. Hozir bitta zombilar bor. Endi anvil. Nima edi uni? Vardonni o'chirib tashlaymiz. Hozir tuxumlarga kiramiz. Hozir baliq tuxumi bor. Hozir buni nima qilasizlar-da hozir? Zo'r bo'la. Frog. Baliq tuxumi. Ana baliq. Voy. Baliqni qaranglar do'stlar. Like bosishga arziydi, obuna bo'linglar, undan ko'ra.
Kecham tushib ketdi-ya. Hozir buni paydo qiladi-da, hozir bir chele suv olaylik. Hozir voy, ko'rimsiz joylari. Hozir kovlaysizlar mana shunaqa. Keyin suvni quyib yuborasizlar. Keyin nimani qo'yasizlar? Ana ko'rdinglarmi? Ko'rdinglarmi? Mana tuxumi. Qurbaqani. Buni ustidan yurib bo'lmaydi. Suvga tushib ketasizlar. Ana. Keyin zo'r. Mana buni sindirishmasda. Vashita mazza. Sindirishda buni. Ko'ringlar buni. Like bosishga arziydi do'stlar. Hozir voy. Zo'r bu. Mana shu nimani yuragida bu. Voy buni sindirishini. Video yoqqan bo'lsa, mana shunga like bosinglar. Hozir mana shu nima o'xshamayapti. Endi mana shu videoni tugatamiz. Xayr. Ular, mana ishga borishim kerak edi-ya.